Bir yigitni ko'rsatishdi. Namozdan chiqib ko'chada ko'rsatishdi. Mana shu yigitning menga $5000 beradigan puli bor. 3,5 yil bo'ldi dedi. Lekin o'sha yigit yaxshiroq mashinani minib ketdi. Sot mashinangni. Nimaga bermayapti desam, hozir imkonim yo'q, ishlarim hozir yaxshi emas. Uyalmaydimi o'sha? Undan qimmat mashinani minib yuribdi-ku. O'shanga yarasha mashina mingin. Qarzingni to'la. Qolgan pulga mashina olib mingin. Jiguli bersa, o'sha Jigulini minib yurganing bu erkakchilikka to'g'ri keladi, obro'ga to'g'ri keladi. Birovdan qarzi borda falon pullik mashinani minib yuribdilar, boyvachcha. Namoz o'qiydi, ibodat qiladi, mana shunaqa odamlar yana bor. Munofiqni to'nini kiyib olgan odamlar ko'paydi. Shuning uchun azizlar, albatta birovni haqqidan biz juda ham ehtiyotkor bo'lishligimiz kerak. Imkoni bo'la turib qarzni bermay yurish jamiyatda o'zaro birdamlik ruhiga ham putur yetkazadi. Mana shunday odamlarni kasriga odamlar o'rtasida qarz oldi berdisi to'xtab qoladi. Birov birovga qarz bermaydigan bo'lib qoladi. Qarz bermaydigan bo'ladi.